Tramp Eronga keskin tahdid qildi. Ular 10 yil davomida elektrsiz qoladi. Eron AQShning portlarini blokada qilish tahdidiga javob qaytardi. Isroil dushmansiz yashay olmaydi. Turkiya navbatdagi nishon bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Pasxa sulhi yakunlandi. Rossiya va Ukraina hujumlarda dronlardan foydalandi. Isroil yana Eronga zarba berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Papa o'z ishini eplay olmayapti. Tramp Lev 14-ni tanqid qildi. Netanyahuning kotibi Mossad rahbari bo'ldi. Endi esa bizda batafsil. Tramp Eronga keskin tahdid qildi. Ular 10 yil davomida elektrsiz qoladi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga nisbatan juda keskin bayonot berib, mamlakatning elektr infratuzilmasiga zarba berish orqali uni uzoq muddat elektrsiz qoldirish mumkinligini aytdi. Trampning ta'kidlashicha, bunday ehtimoliy hujum natijasida Eronning energetika tizimi jiddiy zarar ko'radi va mamlakat uzoq yillar davomida elektr ta'minotisiz qolishi mumkin. Biz ularga zarba berishimiz mumkin. Shunday qilamizki, ular 10 yil davomida elektrsiz qoladi, deydi u. Amerika rahbari shuningdek, agar bunday ssenariy amalga oshirilsa, Eron o'z energetika infratuzilmasini qaytadan to'liq qurishga majbur bo'lishini qayd etdi. Uning so'zlariga ko'ra, bu jarayon mamlakat uchun katta iqtisodiy va texnik yo'qotishlarga olib keladi. Tramp shu bilan birga AQSh Eron hududidagi strategik obyektlar, jumladan ko'priklar ham nishonga olinishi mumkinligini yashirmadi. Eron AQShning portlarini blokada qilish tahdidiga javob qaytardi. Avvalroq AQSh qurolli kuchlarining markaziy qo'mondonligi 13-aprel kundan boshlab Eron portlariga kirib chiqadigan barcha kemalarga nisbatan dengiz blokadasini boshlashi haqida xabar berilgandi. Tehron mazkur harakatlarni qaroqchilik deb baholaydi. Bu haqda Eron armiyasining Xatam al-Anbiya shtabi matbuot xizmati ma'lum qildi. Agar Fors ko'rfazi va Ummon dengizi suvlarida Eron Islom Respublikasi portlari xavfsizligi tahdid ostida qolsa, unda Fors ko'rfazi va Ummon dengizidagi birorta ham port xavfsiz bo'lmaydi, deyiladi shtab xabarida. Qayd etilishicha, Eron qurolli kuchlari Fors ko'rfazi va Ummon dengizidagi portlar xavfsizligi yo hamma uchun yoki hech kim uchun emas deya aniq va ravshan bayon etadi. Shuningdek, o'z hududiy suvlarida suverenitetni amalga oshirish Eron millatining tabiiy huquqi ekanini bildirgan. Shtab vakilining so'zlariga ko'ra, AQSh bilan urush tugagandan keyin ham Tehron Hormuz bo'g'ozi ustidan doimiy nazorat mexanizmini joriy qiladi. Isroil dushmansiz yashay olmaydi. Turkiya navbatdagi nishon bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan 13-aprel kuni Isroil o'zi uchun yangi dushman qidirayotgani va tez orada o'z nigohini Turkiyaga qaratishi mumkinligini aytdi. Bu haqda vazirning Anadolu agentligiga bergan intervyusiga tayanib Post xabar berdi. Tegishli bayonot Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Isroilga nisbatan harbiy chora ko'rmoqchi deya da'vo qilingan xabarlardan bir kun o'tib yangradi. Fidan Anadolu agentligiga bergan intervyusida Isroilning mintaqadagi agressiv siyosatini keskin tanqid qildi. Erondan so'ng Isroil dushmansiz yashay olmaydi. Quddus mintaqadagi o'z bosqinchiligini oqlash va Turkiyani dushman deb e'lon qilish uchun yangi ritorikani shakllantirmoqda, dedi vazir. Turkiya rasmiysining ta'kidlashicha, bu tendensiya nafaqat Netanyahu ma'muriyatiga, balki Isroil muxolifatidagi ayrim shaxslarga ham xosdir. Ma'lumot uchun, Isroilning deyarli barcha siyosiy doiralari Eron bilan urushni qo'llab-quvvatlamoqda. Asosiy tanqidlar esa urush boshiga qo'yilgan maqsadlarga to'liq erishilmaganiga qaratilgan. Fidan Isroil harbiy faolligi keyingi bosqichda Suriyaga yoyilishi mumkinligidan ogohlantirdi. 2025-yilda Isroil mudofaa kuchlari Suriya janubidagi Druz o'zchiligini himoya qilish bahonasi bilan ushbu mamlakat hududida operatsiyalar o'tkazgan edi. Eron bilan davom etayotgan urush sababli Isroil hozircha ayrim harakatlardan tiyilib turibdi. Keyinchalik vaqti kelganda mamlakat harakatga tushishni istab qolishi mumkin deya ogohlantirdi Fidan. Jerusalem Postning da'vo qilishicha, 12-aprel kuni Istanbulda o'tgan Xalqaro Osiyo siyosiy partiyalari konferensiyasida so'zga chiqqan Rajab Toyyib Erdo'g'an Anqaraning Isroilga nisbatan harbiy pozitsiyasi haqida bayonot bergan. Pasxa sulhi yakunlandi. Rossiya va Ukraina hujumlarida dronlardan foydalandi. Bu haqda DW xabar bermoqda. Ukraina qurolli kuchlarining ma'lumotiga ko'ra, 13-aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 00:10 dan boshlab Rossiya qo'shinlari Ukrainaning shimoli va sharqiga 98 ta zarbdor dron, asosan shahidlar bilan hujum qilgan. Soat 8:00 ga qadar havo hujumidan mudofaa tizimlari 87 ta dronni urib tushirgan. Biroq 10 ta hududda dronlarning zarbasi yoki parchalari tushishi qayd etilgan. Ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra, Chernikov viloyatidagi energetika obyektiga qilingan hujum oqibatida 12 mingdan ortiq iste'molchi elektrsiz qolgan. Xerson viloyatida esa portlashlar natijasida 2 kishi turli darajadagi jarohatlar olgan. Rossiya Mudofaa vazirligining Pasxa sulhidan keyingi hisobotida aytilishicha, Moskva havo hujumidan mudofaa tizimlari Belgorod, Kursk, Rostov, Bryansk, Smolensk viloyatlari va anneksiya qilingan Qrim uzra Ukrainaning 33 ta dronini tutib olgan va yo'q qilgan. Belgorod viloyati gubernatori Gladkov Grayvarundagi dron hujumi oqibatida bir mahalliy ayol va Arlan bo'linmasining bir harbiy xizmatchisi yaralanganini ma'lum qildi. Gladkov ularning aynan bitta yoki alohida dron zarbalaridan jarohat olganiga aniqlik kiritmagan, deyiladi xabarda.
Isroil yana Eronga zarba berishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Tayyorgarlik holatiga keltirishni buyurdi. U yaqin kelajakda Eronga qarshi harbiy operatsiyalarni qayta boshlanishi mumkinligini istisno qilmadi. Manbalarga ko'ra, mudofaa kuchlari Isroilning avvalgi operatsiyalariga o'xshashi mumkin bo'lgan harbiy harakatlarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bundan tashqari, nashr manbalarining qo'shimcha qilishicha, barcha rejalashtirish jarayonlari tezlashtirilgan. Ayni vaqtda Isroilning harbiy razvedka boshqarmasi Erondagi harbiy nishonlar ro'yxatini tuzmoqda. Biroq nashr manbalari harbiy harakatlar bo'yicha qaror hali qabul qilinmaganligini va bu choralar har qanday ssenariyga to'liq tayyor bo'lish uchun zarurligini ta'kidlamoqda. Papa o'z ishini eplay olmayapti. Tramp Lev 14-ni tanqid qildi. Donald Tramp Rim papasi manziliga misli ko'rilmagan darajada shiddatli ayblovlar bilan chiqdi. Tramp pontifikni radikal so'zlarga yon bosishda, jinoyatchilik va tashqi siyosat masalalarida zaiflik ko'rsatayotganlikda aybladi. Ayniqsa Trampga papaning Eron bilan bo'layotgan urush fonida qudrat maniyasi haqida aytgan gaplari va tinchlik muzokaralariga chaqirig'i yoqmagan. Menga Eron yadro quroliga ega bo'lishi mumkin deb hisoblaydigan papa kerak emas, deb yozdi Tramp o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida. Shuningdek, Donald Tramp papaning siyosatga aralashishi katolik cherkoviga zarar yetkazayotganini ta'kidlab, pontifikning akasi Luis uning ashaddiy tarafdori ekanini qo'shimcha qildi. Aytishi bo'yicha, aynan uning prezidentligi sharofati bilan Lev 14 ushbu lavozimni egallagan. Vaziyat papaning AQSh va Isroilning Erondagi harakatlarini bilvosita tanqid qilib, dunyo yetakchilarini harbiy ustunlik bilan maqtanishni to'xtatishga chaqirishdan so'ng yanada keskin tus oldi. Netanyahuning kotibi Mossad rahbari bo'ldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning harbiy kotibi general-mayor Roman Gofun mamlakat tashqi razvedka xizmati Mossad rahbari etib tayinlandi. Bu haqda Isroil hukumat rahbarining idorasi xabar bergan. Ma'lum qilinishicha, Gofman ushbu lavozimga 2026-yilning 2-iyunidan rasman kirishadi. Gofman nomzodi rahbar lavozimlariga tayinlash bo'yicha maslahat qo'mitasi tomonidan tasdiqlangandan so'ng Benyamin Netanyahu tegishli farmonni imzolagan. Bu qaror haqida u ilk bor 2025 yil dekabrda ma'lum qilgan va turli nomzodlar orasidan aynan Gofmanni eng munosib deb topgan. Roman Gofman ushbu lavozimda David Barneadan o'rnini bosadi. Barneaning 5 yillik vakolat muddati 2026 yil iyunda yakunlanadi. Gofman 1976 yil Belarusning Mazir shahrida tug'ilgan. 1990-yilda oilasi bilan Isroilga ko'chib o'tgan va 95-yilda armiya safida xizmatni boshlagan. U bronye tank qo'shinlarida xizmat qilib, keyinchalik ofitserlik lavozimlarida turli bo'linmalarga, hatto diviziya darajasigacha qo'mondonlik qilgan. 2022-yilda quruqlik qo'shinlari milliy o'quv markaziga rahbarlik qilgan. 2024-yil may oyida esa bosh vazirning harbiy kotibi lavozimiga tayinlangan.